2025-yil 6-noyabr. Tak, navbatdagi obyektimiz chiqib turibdi. Manzilni tushuntirib bersak, Gullan Guliston yo'lda 2-kommunada neft bozorining yonboshida. Bu yog'imiz Soxuga ketish. Bu yerda hozir Dalashipan fermaxona chiqib turibdi. Jami 2156 kvadrat. Ichkarida ko'rsatib o'tamiz, yuring. Bu yerimizda 1, 2, 3, 4 xonasi bor. Dalashipan etib foydalangan. Bu yerda mana spasam bor. Bu yog'inda yuzum bog'am bor. Agar kelishsangiz yuzum bog'dan отдельно sotiladi. Hozir bizga asosiy fermaxona Dalashipan sotiladi. Bu yerda tak 1, 2, 3, 4 xona ichkarida ko'rsatib o'ting, kiring. Ha, ben trakturum. Tak, bu yog'imizda bir xonasi skladında bu. Tak, bu yog'imizda endi xo'sh, bu yog'imizda bir xonasi bor, yotoqxona. Bu yerimiz kirish yerimiz. Bu yog'imizda yana bir xonasi, ana yoqda yana bir xonasi bor. Jami 4 xonadan iborat. Garaj. Ha, bu yog'imiz garaj. Garajdan ochib ko'rsatib beraman mana. Garaj ham normalniy bir mashina sig'adi. Tak, asosiy bu yog'imiz endi mol xonasi. Tak, ferma xonasi endi. Bu yoqda yuzumboq, dalam, zo'r taxlangan. Tak, mana qo'ylar ham shu yerda bor. Tak, jami zdaniyamiz 60 ga 60 premierniy, 60 ga 70 ham chiqadi. Bu yerda 2 garaji bor. 2 dona to'pxonasi bor, mol boqmagan yerlar ham bor mana. Molxo'r ham tayyor. Bu yoqda mana chertaklari bor. Tak, shunda bu yerda zdaniyamizning bahasi jami 2156 kvadrat, 2-kommuna, bahası 650 milyon so'm bitar bahası. Üstünde 1-2 so'm kelishadi, lekin taxminan shu 650 milyon iyasining aytishi bo'yicha. Telefonlarda qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasiz.